Men har kuni uy yig'ishtiraman. Har kuni yig'aman, tozalayman. Har kuni eng tansiq ovqatlarni oilamdagilar uchun pishiraman. Har kuni kir yuvaman, har kuni dazmol qilaman. Eng achchiq haqiqati hamma jim. Kecha onamning xonalarini tozalab berdim. Ishonasizlarmi? Kuni bilan bolalarimga "Hoy kirmalaring, onang qiynalib tozalab bergan, yig'ib bergan, yoyib tashamalaring. Chetga o't yoyma deb bolalarimni urishdilar. Shunaqangi kechgacha duo qildilar. Top-toza qilib qo'yibsan, rahmat, baraka top deb. Bugun bolalarimga tansiq ovqat qildim. Lekin onamlarga oddiygina pyure qildim. Onam o'sha pyureni 2 qoshiqini yedilar. Lekin kechgacha duo qildilar. Bugun hamma onam yozgi kiyimlarini olib, hammasi katta bo'lib qolgan ekan. Oddiygina bitta shtapel ko'yni oldik. Unaqa qimmat emas. Rosa yig'lab duo qildilar.